Bitcoin to'g'risida yana bir ozroq haftaning oxiridaligi uchun biron kirish nuqtalari bo'lsa aytib o'ting degan takliflar bo'lgani uchun yana bir video qilib aytib o'tmoqchiman ba'zi bir o'zimning fikrlarimni. Ya'ni nima dedik, bundan oldingi videoda Bitcoinda yangi haftadagi shamda yashil sham yopilishligini prognoz qilgan bo'ldik. Va endi yashil sham yopilar ekan, lekin baribir kichik time frame'da ishlaganimiz uchun yoki kichikroq time frame'da yaxshi bir qulay joylardan ishga kiradigan bo'lsak, albatta nima bo'ladi? Manfaatliroq bo'ladi va bozorda ba'zi bir xavf o'rinlari bormi? Shular to'g'risida hozir sizlarga aytib o'taman. Xavf o'rinlari bormi degan bo'lsangiz, bor. Hozir bozorda juda bizga katta qattiq bosim bor. Qanaqa bosim? Qaysiki mana bu zonada yuqorida bo'lgan bosimdan, mana shu zonada bo'lgan bosim, ya'ni ko'rib turganingizdek, o'tganda aytib o'tdim. Mana bu qora chizig'ida tepasiga bozor o'tmaguncha pastga tushishdamiz deb aytib o'tganim eslada bo'lsa, ko'rib turganingizdek, bu qora chiziq tepasiga bozor umuman ignasini ham o'ta olmadi. Nima bo'ldi? Bozor pastga tushdi. Ba'zi bir nuqtalar bo'ladi. Shu nuqtaga agar bozor ignasini otib qo'yadigan bo'lsa, bo'ldi. Bozor nima bo'ladi? Katta ehtimol bilan u zonani buzib o'tib ketadi. Ya'ni o'sha yerga igna otmaslik kerak. Ya'ni shunaqa zonalar bo'ladi. Undan bittasi mana bu zonada aytdik o'tganda. Ya'ni mana bu minimumni tagiga dedik. Mana bu minimum tagiga dedik, nima dedik? Bozor agar igna otadigan bo'lsa, bozor pastga tushadi dedik. Nima dedik? 0.5% stop bilan 4% yuksalishimiz mumkin. Agarki bitta igna otib qo'yadigan bo'lsa, bozor pastga tushadi deb analiz qilib aytgandik. Esingizda bo'lsa, uni Telegram kanalimizga nima qildik? U videoda joyladik, ya'ni qisqa video qilib joylagandim, esingizda bo'lsa. Xo'p, va ko'rib turganingizdek, bitta ignani otishligi bilan mana bu igna ko'p narsani hal qilib tashladi. Shu igna buni tagiga tushishligi bilan nima bo'ldi? Bozor bemalol pastga tushib ketaverdi. Va biz hozir yana shunaqa zonada bormizmi deydigan bo'lsangiz, bormiz. Lekin qaysi tomonda? Yaxshimi, pozitiv tomonmi yoki ya'ni pozitiv bo'lmagan tomonmi deydigan bo'lsak, pozitiv tomondamiz bu safar. Ya'ni qanaqa? Bu safargi ignamiz mana bu yuqoridagi yashil chiziq, tushunarligi. Qachonki, ya'ni 108.200 dollarga bozor ignasi otib qo'yadigan bo'lsa, yuqorini nima qilamiz? Buzamiz. Ya'ni yuqoridagi kuchlarni buzgan bo'lamiz. Ya'ni nima desam bo'ladi? Ularda bitimlari, ularda bir o'zini stop o'rinlari bo'ladi albatta. Mana shu zonada stop o'rinlari bor. Tushunarligi, qachonki bozor shu zonaga kelib eng kamida ignasini otib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni 108.200 dollarga ignasini otadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan keyingi hedafimiz yuqoriga ketamiz. Qaysiki mana bu poddeshka zonaga. Tushunarligi? Oldin poddeshka bo'lgan, endi bu safar bizga bu qarshilik zona bo'ladi. Shu zonalarga qarab ketamiz. Lekin bitta narsa bor. Bu zonaga ignani otgandan keyin siz o'ylamangki, men katta ehtimol bilan shunaqa tushunyapman. Bu yerdan bozor birdana yuksalib ketishligi qiyin. Chunki bu yerda oddiy limitlar emas, ya'ni oddiy o'yinchilar emas, katta o'yinchilar bor. Qaysi o'yinchilar? Bozorda yuqoridan pastga olib tushgan o'yinchilar mana shu zonada. Tushunarligi, mana shu zonada turibdi. Ya'ni bu zonadan biz shu o'yinchilarni ishdan chiqarishligimiz kerak. Albatta biz chiqara olmaymiz, lekin nima? Katta ehtimol bilan bozor bularni mana shu zonadan ishdan chiqaradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Yo'limiz yuqoriga bo'ladi. Lekin buni baribir ishga kirish zonasi bo'lishligi kerak. U yerga ignasi tegib qolsanglar, biz yuqoridan ishga kiramizmi? Yo'q, hayot deydi-ku. Ya'ni nima qilamiz? Yo'q. Bu yerdan ignasi teggandan keyin katta ehtimol bilan bu yerdan tushish ko'ramiz. Chunki bu yerda limit katta. Kuzating, agar bozor bu yerga ignasi tegadigan bo'lsa, bozorda yaxshigina reaksiya bo'ladi. Ya'ni pastga tushish boshlaydi shu zonadan. Chunki odamlarni qo'rqitish kerak va bu yerdan nima bo'ladi? Bu odamlarni qochirish kerak. Ikkinchi variant, yomon varianti bormi deydigan bo'lsangiz, bor. Ikkinchi yomon varianti, agar bu yerga ignani otmasdan turib bozor pastga yaqinlashib qoladigan bo'lsa, mana bu minimumga katta ehtimol bilan bu minimumni yangilab olamiz. Tushunarligi? Bizga hozir bozor yuqoriga yuksalishligi uchun 108.200 dollarga ignasini otish kerak. Tushunarligi? 108.200 ga ignasini otib qo'yadigan bo'lsa, mana bundan keyin biron bir korreksiya qilishimiz kerak. Bozor bundoq korreksiya qiladi. Mana bu korreksiyalardan inshaalloh o'ylaymanki imkon deb o'ylayman. Ya'ni Bitcoinga, ya'ni kriptolarda, altcoinlarda sotib oladigan imkon mana shu zonada deb o'ylayman. Tushunarligi? Uning uchun ignasini otish kerak. Lekin mana bu yerga ignani otmasdan bozor pastga tushadigan bo'lsa, yaqinlashadigan bo'lsa mana bu zonalarga, mana buni bemalol tagini olib ketadi. Chunki buni tagida hech qanaqa bizda olib ushlab turadigan narsamiz yo'q. Bizda faqat bu yerda qarshilik bor. Tushunarligi?
Bu yuqoridagi bosim juda ham kuchliligi uchun ko'rib turganingizdek bozor bu joyga nima qilyapti, yaqinlasha olmayapti. O'ylaymanki, men o'zimning fikrim bu. Bozor mumkin ma'lum bir soatlardan keyin, mumkin yarim kunga ham bormasa kerak, mana bu yerga igna o'tadi. Tushunarligi? Ignani otib turib, odamlar qo'rqitamiz, bu yerga to'kamiz odamlarni, xuddi pastga tushib ketadigandek qo'rqitib turib, odamlarni to'kkanimizdan keyin bu yerdan inshaalloh yuksalamiz inshaalloh. Tushunarligi? Bu yerdan keyin yuksalamiz. Ya'ni juda ham basit, ya'ni oddiy nima bo'ldi? Yuqori yuksalamiz, bu yerga ignasini otib turib yoki bu yerga sham yopiladi mumkin. Va bu yerdan bitta odamlarni pastga tushiramiz. Hoppada undan keyin yuksalsak bo'ladi inshaalloh. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim edi va bu yerda Yustiti dominasi, esinglarda bo'lsa Yustiti dominasida mana bu zonada aytib o'tgandim. Katta ehtimol bilan mana bu qora chiziqqa kelishligini, chunki bu oldingi videoda aytmasdan o'tib ketibman. Bundan oldingi videoda aytgandim, esinglarda bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek bu zonaga keldi va bu zonada nima qilyapti? Katta ehtimol bilan mana o'sha paytda chizgan edim. Kelib turib test qilish ehtimoli bor deb aytib o'tgandim. Agar test qilib turib yana yuksaladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Ikkinchi harakatimiz bo'ladi. Uning uchun ozroq test qilish kerak. Mana bu test menimcha yana davom etadi. Hozir ko'p ham test qilmadi. Bu yerda ko'rganingizdek yaxshigina sotishlar kelgan. Bu sotishlarning davomi inshaalloh mana bu zonalargacha yana tushsa kerak degan umiddaman. Hozir fikrim shunaqa. Ya'ni hozirgi holatda Bitcoin yashil chiziqqa kelsin. Yashil chiziqdan va korreksiyani boshlaydi. Odamlarni qo'rqitadi. Odamlarni nima desam, ular qatori siz ham qo'rqasiz. Albatta, chunki bu tushlikda agar bu yerga keladigan bo'lsa, yaxshigina tushlar bo'ladi. Nima bo'ladi? Ko'pchilik qo'rqadi. Bo'ldi, yana pastga tushamiz degan nima bo'ladi? O'sha paytda nima qilamiz? Biz ishga kiramiz. Chunki hozir bizda %70 holatda bozor yuksalish potensiali bor. Agarki mana bu zonaga kelib turib bozor tushadigan bo'lsa, mana bu yerda bo'shatganimizdan keyin nima bo'ladi? Biz %70 hollarda yuksalamiz. Tushunarligi? %30 hollarda mumkin pastga tushib ketishi mumkin. Ya'ni ko'rib turganingizdek bizda 70 tomonda turganimiz uchun, ya'ni bizning tomonimiz pozitiv tomon ko'proq bo'lgani uchun biz albatta pozitiv tomonga qarab turamiz. Ya'ni yuksalish ehtimoli katta ekanmi? Tamom, biz unda nima qilamiz? Longga ishga kiramiz. Mana bu zonadan, ya'ni bemalol ishga kirsa bo'ladi. Uning uchun mana bu zonada, ya'ni 108.000 mana bu zonalarga nima qilish kerak? Igna ochish kerak. Uni bir chizib ko'rsatadigan bo'lsam, ya'ni bu zonalardan bozor hop bu zonaga kelib turib va pastga tushadigan bo'lsak, mana bu zonadan inshaalloh ketishimiz ehtimolimiz katta. Tushunarligi? Bu mana bu zonagacha birinchi hadaf qilib qo'yaylik mana. Holat shu bo'lish ehtimoli katta. Buni endi vaqt ko'rsatadi. O'ylaymanki, bozor shu holatda yuradi. Tushunarligi? Oldin mana bu yerdagi kuchli o'yinchilarni ishdan chiqarishligimiz kerak. Va bularni ishdan chiqargandan keyin o'zimizdan o'zimiz yuksalib keta olmaymiz. Chunki bozorda imkon bermaydi. Chunki bu o'yinchilar oddiy o'yinchilar emas, razi keta olmaysiz. Bu o'yinchilar ishdan chiqqandan keyin ozroq nafas oladi bozor. Chunki katta o'yinchilar bor bu yerda. Nafas olgandan keyin hop, mana shu nafaslardan keyin ishga kiramiz, yuqoriga qarab ketamiz. Ya'ni 110, 111 ming inshaalloh oldimizdagi kunlarda bizni kutyapti. Alloh izni bilan albatta uning uchun oldin bizga nima? Mana bu yashil zonada 108.200 ga igna otib olishligimiz kerak. Hop, videomiz shu yergacha bo'lsin. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videoda ko'rishguncha, agar fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarga o'zlaringiz izohlaringizni yozib qo'yib, videoga klass bosish esdan chiqmasin va o'zingizni bilgan odamlarga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Assalomu alaykum.